Assalomu alaykum qo'shayli makler ko'rarmanlari. Bu jag'imiz hakimiyat, ya'ni bozor taraf, bozorga 10 minutda barsangiz bo'ladi. Elektrosetning qasında bu yerda mektep, sadik bari var, qulayliklarga ega. O'sha 8 domning, o'ng jag'imizdagi domning birinchi etajida, birinchi podyezdida 2 xonali uyimiz sotuvga qo'yilib atir. Shep tarafimizga kelsak, shep tarafimiz Qurbaqa avul deb aytiladi bu jag'i. Shag'alakul mahallasi. Bu elektroset жаңа ko'rganingizdek, bu benzin zapravkani to'g'ridan kirib kelsak, o'sha birinchi domning birinchi podyezdida, birinchi etajida 2 xonali uyimiz sotuvga qo'yilib atir. O'sha podyezddan kirib kelsak, to'g'rimizdagi uy temir eshiklari qo'yilgan, hamma qulayliklari yaratilgan. İşte suvi, gazi, barzati bor. Kirgan yerimiz uslay boshlanadi. Bismillahirrahmanirrahim. O'ng jag'imizda rakvina bor, холодильниклari bor, ular bari Padarkiga beriladi, hammasi qoladi. Kirmashin, gaz plita, kotel ko'rdingiz, ishte o'sha yer ham qisqachasi zo'r bo'lib turadi dedi. Ko'kinli mebellari bor. Ko'zingizga nizat tushsa, bari qoladi, bari padarka. Nuksga ko'shuv maqsadida hammasini tashlab ketib adir. Birinchi xonamizning remont jag'daylarini ko'rdingiz. Kommentariyada savdosini bersin deb yozib keting. Remontlarga da baho berib o'tiring, like, podpiska bosib o'tiring. Birinchi xonamizning ishi bizdan uzoqlashmang. Shunday arzonchilikda ko'rsatuvda davom etamiz. Kanalimizning ravoji uchun like bosishni unutmanglar. Ikkinchi xonamizning ishi remont jag'daylari yaxshi, remontlarida zo'r bo'lib ishlangan. Konditsioner, televizor, perdelar bari qoladi. Xullas ko'zingizga ne tushsa, gilamlari yo'q, bari qoladi. Tek ko'rpa-to'shagini olib ketadigan uy. Baqasam arzon, unda bir qimmat baqa emas. Baqasına kelетін болсақ, бақасы 160 million aytылып отырды. Келісімді бақада қатып қалған сән емес ағайлар. Әтібәріңіз үшін рахмет, сау саламат болың. Осындай азаншылықта көріскенше деп қаламыз ағайлар. Аман жүрің.